Bugun umrimda ikkinchi marta grechka tayyorlashga qaror qildim. Aslida bu ovqatni o'zim juda ham yaxshi ko'rsam ham, turmush o'rtog'im umuman yeb o'rganmagani uchun juda ham kam qilamiz va bugun shunday oz sonli kunlardan biri. Xullas, kichkintoyni aldab qo'yish uchun unga albatta birinchi bo'lib nimadir snack berib turish kerak. Bo'lmasa, nimadir yeb turmasa umuman tinch o'tirmaydi, keyin esa baqiraveradi. Shunaqa qilib fartuqchamni taqib oldim. O'zim mana shu ko'ylagimda doim ovqat pishirayotganda kiyaman. Oshxonani kiyimi desa ham bo'ladi. Xullas, kichkintoyga nima berishni bu yerda grechkani maqtanib o'tib ketishimiz kerak. Bu yerda kichkintoyga esa kivi berishga qaror qildim. Hozircha u Belvin o'rganyapti, ya'ni baby led weaning. O'ziga berib qo'ysak, o'ziga yaxshilanib yeyishi mumkin. Albatta, bayfsini unutmaymiz, bo'lmasa kiyimini kir qiladi. Xullas, ovqatga kerakli narsalarni tayyorlashdan boshladik. To'g'risini aytsam, nimalar ketishini aniq bilsam ham, qanaqa uslubda birinchi qovurilishi va qanchalik suv solishi umuman esimdan chiqib ketgan ekan. Chunki bundan oldin ancha uzoq oylar oldin bir marta o'zim uchun qilgan edim. Xullas, ishni kartoshkalarni, go'shtlardan, sabzilarni to'g'rashni boshladik. Lekin bu orada men ishlarni sinchiklab kuzatib turgan ekan va birdamdan keyin katta janjalni boshlayman deb xayol qilayotgan bo'lishi aniq. To'g'risi, har kuni go'shtni muzlatkichdan oldinroq olib qo'yaman deb xayol qilaman-da, lekin doim unutib qolaman va keyin microwavning eritish tizimida sekingina ozgina eritib olaman. Nimagadir qaysi ovqatni qilishim aniq bo'lmasa, qanaqa go'sht tanlashni bilmay qolaman. Sizlarda ham shunaqami? Kommentariyaga yozinglar. Agar qaysi ovqatni bilishim aniq bo'lsa esa, o'shanga moslab go'sht tanlang. Masalan, grechka desam, muzlatkichni ochganimda har xil bo'laklangan go'shtlar orasidan grechkaga munosib birdaniga ko'zimga ko'rinadi. Bu orada kichkintoy ikkinchi snackni oldi, ya'ni yumshoqqina non. Non unchalik foydali emas, lekin yumshoq bo'lgani uchun tiqilib qolish xavfi kamroq va ozgincha aldab turishga yetadi. Xullas, zanjabil va go'sht tayyor bo'ldi. Men har bir ovqatga zanjabil qo'shib o'rganib qolibman shekilli. Zanjabil o'zi umuman ovqatga ajoyib xushbo'y ta'm maza beradi. Boshida o'rgana olmasdim men ham, lekin hozir. Xullas, grechkalarimizni yuvdik. Aytgancha u yerda go'sht ortib qoldi. Uni yesa kichkintoyga ovqat qilamiz. Xullas, sabzini ham shunaqa kattaroq shaklda qilib qovurdim. Ozgina suv soldim, keyin ular qaynashi kerak edi. Ozgina guruch ham qo'shish niyatim bor edi, lekin juda kam qo'shdim. Unchalik ko'rinmaydi ham. Ovqatni qopqog'ini yopib qo'ydim va keyingi navbat kichkintoyga ovqat tayyorlash, chunki bizning ovqatlarimizda juda ham ko'p ziravorlar va tuz bo'lgani uchun o'ziga alohida qilib berishga qaror qildim. Shuning uchun ozgina kartoshka va go'shtni qaynatib pyure shaklida berishga qaror qildim va unga ozgina grechkadan ham qo'shishim mumkin. Ovqat tayyorlamasak, biz ovqat yeyotganda shunaqangi baqiradiki, qani men ovqatim degan ma'noni tushunib olishimiz hech gap emas. Albatta, ozgina ko'plik qiladi bu bir marta yeyishga, uni esa muzlatkichda saqlab keyinchalik berish ham mumkin, hech narsa qilmaydi. Xullas, grechka bilan ozgina salat ham qildim, svej bo'lib tursin deb. Grechka esa kutganimdan ham juda ham o'xshab, suvlarini tortib, maromida yetilib pishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat ko'rganinglar uchun. Hali vlog oxiriga yetmadi. Grechkani pishirib bo'lgandan keyin qozonni yopib, gazni o'chirib qo'ydimda, salatimga tuz sepdim. Bu orada kichkintoy ancha injiqlik qilib boshlagan edi. Bir payt qarasam, u babsini tushirib yuboribdi, ya'ni barcha yegan narsalari kiyimiga o'tibdi, badaniga tegib achishtirishni boshlabdi. Keyin uni tezda yuvintirib chiqdim va bugungi vlog tugadi.